O, bepoyon dala degani shu bo'lsa kerak. Bolalar Toshkentga kelib olganmiz. Mana bolalar sapogi yo'q. Ertalab turib qarasa sapo yo'q. Gumon kuchiydi. Mana bepoyon dala. Gumon o'zi ikkita. Bittasi mayda, bittasi kuchlilar. Oho. Toshkentda. Bugun nechi sana? Ikkinchi dekabr. Ishni endi boshladik mana. Xudo xolasa. Mana. Ishlar boshlaganmiz. Choylar olib chiqib oldik o'zimiz. Nolini chiqarib, mana birinchisini boshlab qo'ydik. Mana. Va go'zalina chiqyapti. Uyni mashina bezaymiz. Mana, kelgan panellarimiz. Toshkent Yangiyo'l, Eshonobod degan mahalla, qishloq.